أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ki hamdü sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem duayı salam yollap boğandan keyin maqsad kelsek. Bugün sözlemoqchi bo'lganimiz Qur'on tili, Arab tili adabiyoti 12 ilmining ikkinchi darajasidagi ilm bo'lgan imlo va xat darsi. Biz oldi bilan bu darsimizni boshlashdan burun bu ders haqida qisqacha tushuncha berib o'taylik. Bu bizning Qur'on tili qonunimizning asosiy maqsadi Qur'on tili bo'lgan arab tilini yanada o'qish boshlaguchilar uchun va o'rta hol va oliy maktab saviyasidagi ega o'quvchilar uchun hammasiga qulaylik bo'lsin uchun Qur'onni tushunish, Qur'on tilini hamma odam o'z oldiga tushunib Alloh taolaning kalomini tushunish, amal qilish bo'lganlik uchun biz muqaddimat, arabchada muqaddimat deymiz, ya'ni tayyorlik bosqichidagi darsliklarni tayyorlash va undan keyin 1-yillik, 2-yillik, 3-yillik deb 3 yillikqa ayirib har sohada 12 soha arab tilidagi 12 soha fanda har sohada darslarni tayyorlamoqchi bo'lib bu kanalni ochgan edik va shunda tayyorlayapmiz. Endi bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz bo'lsa, ya'ni 12 arab tilidagi 12 ilmning ikkinchi darajasida, birinchi darajasi avvalan Qur'oni Karimni o'qishni o'rganish, ya'ni Qur'on savodini chiqarish, undan keyin Qur'oni Karimni tajvid bilan to'g'ri maxrajlarini, har bir harflarni o'zining haqqini joyida ado qilib o'qishni o'rganib bo'lgandan keyin Qur'oni Karimni to'g'ri yozishni o'rganish. To'g'ri yozishni o'rganish degan bilim endi bu bilim. Bu bilimning tarixi intayin uzun bir bilim. Biz avval bu bilimning tarixini so'zlab o'taylik. Biz avval xat, ya'ni Arabcha xat emas, balki xat. Xat degan qachon paydo bo'lgan? Bu xatning ahamiyati nima desak, eng dastlabda Alloh subhanahu va taolo va taqaddas ulug' muqaddas Qur'oni Karimda Nun surasida bunday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel qalami ve ma yasturun. Allah Teala deydi ki Nun vel qalami, qalam bilan qasam, ve ma yasturun, ular yozyotgan nima? Xat bilan qasam. Qalamda yozgan xat bilan qasam. Ya'ni bu chunki bu qalam, xat orqali butun insoniyat ilmga hosil bo'ldi. İnsaniyatning ilm o'qishining eng asosiy vositalarining biri nima? Xat, qalam. Qalam bilan xat yozib, undan keyin shu ilmni o'rgatgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Er-Rahman allamal Qur'an, xalaqal insan allamahul bayan. İnsan ko'nglidagi tushunchalarni, ko'nglidagi o'y fikrlarni so'z orqali ifodalaydi va lekin shu so'z orqali ifodalangan shu o'y fikr, tushuncha, tajribalarni xat orqali asrati kimki avlodlarga qoldirib qo'yadi. Shu orqali ilm davomlashadi. Hatto Qur'oni Karim mana shu xat orqali biz davomlashib kelgan. Bu xat ilmi intayin muhim ilm. Bu bilimga nurg'ulg'an odamlar sal qaravatudu. Hammasining doktor darajalik, doktor seviyasidagi odamlarning imlodan söz açıqlanmaydigan doktorlar var. Bu hem de tabii hammalarning degan emas. Yani az bir kısımlar. Lekin bu imla ilmi intayin muhim ilim. Endi bu ilimdeki başlanış tarihi insaniyatning ichidagi başlanış tarihi bo'lsa, İmam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah o'ziniki musnadida
Ebi Zer radıyallahu anh rivayet kılmış hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılıp dedi ki Peygamber sallallahu en evvel kalem bilen xat yazgan adam İdris aleyhisselamdır ekan. Yani İdris aleyhisselam ekan. En dastlabda kalem bilen xat yazishni o'rgangan odam İdris aleyhissalatu vesselam ekan. Mana bu hadisni biz kalem bilen xat yazishning tarixini bilgan bo'ldik qisqacha. Undan keyin endi bu Arapcha xatni kim evvel yazgan ekan desa, Arapça xatni en evvel yazgan adamlar şu Arap'niki ilgili şu Ad kavmideki Ad kavmi Arapçaga tava Salih aleyhisselamning kavmi Samud kavmi Araplardan chiqqan şu zamonlarda o'tgan bir Anbar qabilasidan bo'lgan Anbar Banu Tay aymiqi Tay qabilasidan Anbar degan yerdan ikki dona qadim Araplardan ikki Arapça xatniki harflarini ijod qilgan ekan. Ondan keyin bu şu tariqada davomlash hatta ki Peygamber sallallohu alayhi vasallam davriga kelib Peygamber sallallohu alayhi vasallam kelganda Arapcha xat texmi Qur'oni Karim Arapcha bo'lg'achqa Qur'oni Karimni yozishda Arablar xatga muhtoj bo'lg'achqa intayin tilishib texmi taraqqiy qilishga boshlagan. Endi Peygamber sallallohu alayhi vasallam zamonasida Arapcha xatlar chikitsiz Arapcha xatlar chikitsiz masalan ba ta degan harflarda ba'ning ostida chikit yo'q, ta'ning ustida chikit yo'q. Shinda sin bilan shin o'xshash yoziladigan, ba ta sa o'xshash yoziladigan. Undan keyin harflarda harakat yo'q. Ya'ni zivar, zir, pash degandek harakatlar yo'q. Bunda holatda yoziladi. Lekin arablar o'zining intayin qadimiy arabchaga pishiq bo'lgan qobiliyati bilan so'zlarning oldiga qarablar bu so'zlarni o'zi chikitlarni ba'ni ba ta'ni ta sinni sin shinni shin deb o'qiyveradi. Lekin islomning kengayishiga ergishib İslam'a ecnebiyat ellerden uğurlayan adam Müslüman bulup kirişke erişip birinci ula her kanda yerde mesela Aksu Karsu ailesi evlişip gidiyordu tabii ki. Ula ailesi arkalık olan tilleri Arapların tilimi malum derecede bozuluş yüz verdi. Ve ondaki yani ecnebi yani çet ellikler mu Kur'an dilini ügünüş kızık kalık şunu bular Arap dilini Ancaq Araplar özü ravan söz degəndə ügünüş ular tərs toxtadı. Şu səbəbdən Əbul Əsvəd Duali degan bir kişi Arap diliga haraka qo'ydi. Eng avval haraka. Ya'ni qanday qo'ydi? Zivar harakaga xatning shu harfniki ustiga chikit qilib qo'ydi. Ustiga bir chikit. Pash qo'ymoqchi bo'lsa, harfning oldi tarafiga bir chikit. Agar zir qo'ymoqchi bo'lsa, harfning ost tarafiga bir chikit qo'ydi. Bir mezgil bu hareketi davamlaştı. Onundan keyin bu Ebu Esved Duali'nin iki tane şagirdi, iki talibi texmi buni taraqqiy qildirib nima qildi? Harflarga chikit qo'ydi. Harflarga chikit qo'ydi. Ya'ni ba harfining ostiga bir chikit, ta harfining ostiga ustiga ikki chikit, sa harfining ustiga uch chikit. Birisi-birini farqlantirish uchun bu chikitni qo'ydi. Ondan keyin Halil ibn Ahmed el-Farahidi ve ondaki ergeç küçüleri qatarlıq nahv ulumaları hemmisi bu hareketlerindeki çıkılarını tüz sızıqqa yanpaşlıq, malum yanpaşlıq, yantuluqqa malum yantuğa, malum derecede yantuğan zəvərgə qipaş tüz sızıq üstüge, harfin üstüge zırğa qipaş tüz sızıq harfin astığa paş keçu dese paş degan aslında o mesela u desek ağzımız damma degan gap ağzını yumuş degan gap u degan joyda ağız yumulgan degan ha bu vav harfini gösterganda kichik vav harfini qo'yib sakin harfiga deganda sakinga yumaloq nolga o'xshaydigan yumaloq bir harfni qo'yib bunda ayirib keyin arab tilida intayin bu imlo ilmi ajoyib taraqqiy qilib yuqori holatiga hozir qilmish saviyaga yetgan. Endi biz bugungi darsimizni boshlaydigan qismimiz bo'lsa biz Lamush Şemsiye'den başlayımız. Nimishqa? Lamush Şemsiye hamma bu Lamush Şemsiye Arap ilibba harflar kirgan vaqtida kirib qolsa so'zlar kirganda eng avval kirdi. Davomli masalan ash-shams desak, ash-shamsning avvali kirdi. Al-iman desak hatta hamzaning avvali kirganligi uchun biz Lamush Şemsiye'den başladik. Endi ta'rifuha bu Lamush Şemsiye degan nima degan gap desa hiya
lamu el ta'rif التي يكون ما بعدها مشددة. Yani lam şemsiye degan el ta'rif, yani alif lam ta'rifning lemi ki unundan keyin ulamdan keyin mushaddada degan shadda belgisi qo'yilgan. Shadda belgisi qo'yilgan bo'ladi. Yani bir yerde el tarif dedik. El tarif diyen gap her kanda bir fanning, her kanda bir sahanın üzünün kullanılan bir istilahi buludu. El tarif diyen bu nahvi istilahi. Biz 12 bilim dedik ki 5'te. 12 bilimden kadar biz kin asta hemiz kanalımızda söyle bütümüz. Her kanda sahanın üzüge çuşluk istilahi buludu. El tarif diyen nahvi istilahi, yani grammatik istilahi da el tarif, ilif lam tarif de tarifleyimiz. Lakin malumeti çoğu imla ilmada bunu biz elif lam el-lam şemsiye, el-şemsiye, el-lam şemsiye'de bunu tarifleyimiz. Hem de bunun bir alameti ne? Bunun bir alameti, bunu biz kanda okumuz bunun alameti aşı el-lam şemsiye'nin kelgen harfinin üzüge şedde belgesi koyulur. Şedde belgesi diyen bizdeki uyurdu ağrı yaptığımız ağrı belgesi. Dağınım küçük Allah diyen o şeytanın küçük belgeni şedde dediğimiz şedde. Bana bu şu şedde belgesi koyuluyordu. Mesela eşşemsu desek, eşşemsu diyendeki şin harfini tipiske bu şu diş, koş diş de koyduğumuz şu koş diş koyulan, şu şedde belgesi koyulan. Bu şu alametimiz ha mavu manın ikiye manın beşteki harf lam-ı şemsiyeke, el-i şemsiyeke de düşünürüz. Hem de ve hiye lamun tukteb. Bu lam-ı şemsiye diyen yazılganda yazılıdığan. Yazılgan. Lekin telaffuz kılınmaydıgan. Mesela eşşems desek ayaga xat kızılganda elif lam ya yazılıdı. Lekin telaffuz kılganda çünkü eşşems desek elişşems demeyimiz. Eşşems deyimiz. Eşşems. Yani lam elif sözlüğünün telaffuz kılınıdı. Şin telaffuz kılınıdı. Neme telaffuz kılınmaydı? Lam telaffuz kılınmaydı. Lam telaffuz kılınmaydı. Mana o yeni bir alameti. Ve tudgamu iza tusilat, yani ve tudgamu iza tasalat bi harfin min hadihil huruf ve hiye 14 harfen. Yani bu şu 14 harfin içinde bir harf bilen tutuşup kalsa, uluşup kalsa idgam kılınıp getirilgan harfimiz. Yeni bir alameti 14 harfin içinde bir harf bilen bir yerde kap kalsa idgam kılınıp şu harfin içine kirip gidiyordu. İdgam degen nima desanlar? İdgam degen bir harfini içine iki kez ötüş degen budu. Bir harfini içine iki kez ötüş. Yani yazılganda o bir yerde aslında iki harf var. Lakin yazılganda bir harf yazıldı tüpüski şedde belgesi koyuldu idgam degende. İdgamın alameti şedde belgesi. İdgam diye iki kıl buldu. Bir idgam sagir, yani küçük idgam, yine bir idgam kebir. İdgam sagir degen evvelen idgam kılışının şartı var. İdgam kılışının şartı birinci iki harf yaptı bir yere. İki harf gelip her ikisi bir cinsten, yani iki tane ra bir yere kaptı. Ya iki tane şin bir yere kaptı mesela. Her ikisi bir cinsten. Lakin birincisi sakinken, birincisinde hareket yok, ikincisi hareketlikken bu vakitte şu çağda birincisi harfine, ikinci harfine çıkıp etmez. Şu idgamda batıldı. Bu idgam sagir. İdgam kebir degende mesela ferra da bir yapar işte ferra. Ferra diyen gapning aslisi ferra. Bu her işken şirketli olap kaldı. Her işken şirketli olap kaldı ma. Şunda vaqtda birinci tilga gap kaldı. Birinci ra'nın hareketini aptaş ötüp idgam şartı mevcut oldu bir yerde. Birinci ra'nı ikinci ra'nın içine 2 attık. Şuna ferra oldu. Mana idgam kebir. Mana. Muşunda tüvendik harflerden bir harf muş idip lamı yanı kap kalsa koşulap gittiğin lamın özü aşkın harfin içine kirip gittiğin şedde belgesi koyulduğun harf nemde batılıda el-lam eş-şemsiye'de batılıda. Bu harf boz 14 harf dedik ya. Şimdi aşk kap kalsa koşulap gittiğin 14 harf boz kalsa et-ta, es-sa, ed-dal, ez-zal, el-ra, ez-zay, es-sin, eş-şin, es-sad, el-dad, el-ta, el-za, el-lam, el-nun. Şuna kaydıgan bolsaňlar, bu harflerin hemmesi etta, esa hemmesi Allah'ım harfinin koşulup gitti, kendiki harfler koşulup gitti. Söz için udur, bu harfin üzünün sözüge baktığımızda mı? Mesela bunun misal getirip bakaylı. Mesela ta'nın misali et-tavadu. Et-tavadu desek mesela karab bakaylı.
aşağıdaki lam harfi nima geldi? Tagi qo'shilib ketdi. Lam talaffuz qilinmadi, lekin yezilishda yezildi. الثرى الدواء الذهب الرحمة الزهر السبيل الشعر الشمس desek bo'ladi. الصبر الضوء الطب الظبي الليل النهار. Mana mushalarning hammasida keyingi harf lam shamsiya keyingi harfni ichiga kirib ketdi, idg'om bo'ldi. Shuni biz shadda harf qo'yib qo'shib o'qiyotdik. Lamni talaffuz qilmadik. Endi mulohaza ha. Bu tesmiyatu hadihi lam biş-şemsiyye degan bu lam ne? Lam-ı şemsiye deb atashning sababi nima? Nimishqa lam-ı şemsiye deb ataymiz desa? Nimishqa tashbihalla bilam-ı şems. Eş-şems deganda bu lam shinning ichiga kirib ketdi. Undan keyin eş-şems bo'lib, mana idg'om sharti mavjud bo'lib, shu lamni biz eş-şems desak, shu biz demoqchi bo'lgan shu lamni al-ta'rifni nima qilamiz ekan? Shuni misol keltirsak, eng namunalik misol bitgan. Chunki shams degan hammadan bu kun, quyosh degan hammadan biladigan narsa bo'lgandan keyin eng namunalik misol o'tganda mushu misolni buni misol qilib hammadan lam shamsiya degan nima desa, kash-shams masalan ash-shams degandiki lam harfiga o'xshaydi deb misol keltirib mashhur bo'lib ketganlarda lam shamsiya olib ketgan. Ataluvchining sababi. Xo'sh, endi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Biz o'quvchilarga bir qancha savol qo'yib qo'yamiz. Shu savolga javob tayyorlab qo'yasizlar. Birinchi savol: Ma hiya lam-u shamsiya? Lam-u shamsiya degan nima? Ikkinchi savol: lam-u shamsiyaning harflari degan qaysilar? Uchinchi savol: lam-u shamsiyaning alomati nima? To'rtinchi savol: nima sababdan lam-u shamsiya deb atalib qolgan? Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ta'ala va sallam ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.